Tushda it ko'rishning ta'birlari. Tushda it ko'rish dushman demakdir. Itning hujum qilganini, tashlanganini ko'rgan, vovullaganini eshitgan kishi dushmanidan zarar ko'radi. Itning qopishi bu zararning katta bo'lishidan darak beradi. It yomon tabiatli ayol deb ham ta'bir qilinadi. It go'shti merosdan qoladigan moldir. O'zining iti borligini tush ko'rgan kishi dushmanlardan ustun keladi. Tushda ko'rilgan zotdor itlar xursandchilik daragi hisoblanadi. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi it pastkash dushmandir, biroq mehmon bo'ladi. Tushdagi urg'ochi it pastkash ayol bo'ladi. Qora it arablarda bo'lgan dushmanni bildiradi. Oq it ajamlik dushman. Tushda itning o'ziga vovullayotganini ko'rsa, dushmandan yoqimsiz so'z eshitishiga dalildir. Agar it tishlab olganini ko'rsa, dushmandan ziyon yetishiga dalildir. Agar libosi itning so'lagi bilan bulg'anganini ko'rsa, dushmandan xasta va xavotirda bo'lishiga dalildir. Agar it uning libosini yirtganini ko'rsa, moliga nuqson yetishiga dalildir. Agar itga non berayotganini ko'rsa, rizqi keng bo'lishiga dalildir. Agar it unga suyanib olganini ko'rsa, pastkash dushmanga ishonishi va unga yordam berishiga dalildir. Agar itning sutini ichayotganini ko'rsa, unga kuchli xavf va qo'rqinch yetishiga dalil. U bilan dushman o'rtasiga husumat bo'lishi ham ehtimoldir. Agar it undan qochayotganini ko'rsa, dushmani undan ehtiyotda ekaniga dalildir. Agar urg'ochi it uyga kirib kelganini ko'rsa, pastkash ayolga uylanishiga dalildir. Agar it uning libosini tishi bilan tishlaganini ko'rsa, unga yoqimsiz bir narsa yetishiga dalildir. Ismoil Ash'asning aytishicha, tushdagi ovchi it dushmanligi oshkor bo'lgan dushmandir. Agar it bilan ov qilayotganini ko'rsa, dushmandan ilm qidirishi va undan xayr va barokat topishiga dalildir. Agar ovchi itning go'shtini yeyotganini ko'rsa, meros topishiga dalildir. Agar ovchi itning o'zidan uzoqlashganini ko'rsa, foydali dushmandan ajrashishiga dalildir. Hazrati Sodiqning aytishicha, tushdagi it 4 narsani bildiradi: dushmanni, ta'magir podshohni, donishmandni va badfe'l xodimni, chaqimchi odamlarni bildiradi.